Amakijon, hozir men sizga bitta telefon bilan chotka kino beraman. Yig'ishtiring kinoyni. Ishga olib kerak tugat. Shashmang, 8 kishi bitta qizni qo'yib yuribdi. Yordam berish kerak. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. Shoshmang. Nima buncha ochib yuribsan? Kim ular? Nima bu? Yo'q, ketdi. Bu nimaligini bilmayman, lekin bular o'zlarining g'araz maqsadlarida foydalanayotganini bilib qoldim. Mana shuni ustidan o'taman men. Bo'z, mana yo'l bor-ku. Onasini ko'rsin, o'zi charchadim. Bo'z, yurib bu yoqdan, yurib bu yoqdan. Bir tarsa ko'rib qochib ketsang, baribir tuta olmaydi. Lekin yil 12 oy mana shuni xizmatini qilib berishimiz kerak. Pulini olyapsan, indamasdan ishini qil. O'chi boboy chechini hal qilib berdi. Ana endi opani tilla magazinni o'maramiz. Bo'z. Bu narsa meni hayotim. Buni men kiyaman. Magazinga biz kiraylik. Siz yugura olmaysiz-ku. O'shaning uchun buni men kiyaman. Senlar qochib ketasan, men qolib ketaman bu yoqda. Magazinni o'marsak, men ulushingni olasan o'zingnikini. Do'stlik qani? Afisant qiz. Ushlanglar uni. Ular tilla magazinni o'marmoqchi bo'ldi. Mana shu qo'lingizdagi narsada nimadir bor, lekin bilmayman. Hazırlaşırsan. Qiziqchi ekan. Ma. Bu yerda bir gap bor. Nima qilamiz biz? Bana bir tanishim bor, o'shanga boramiz. Qo'l ko'radi. Ketdik. Qo'ysiz. Bizga ishonasanmi? Sizlar yaxshi odamsizlar, bo'lmasa sizlar meni qutqarmasinglar. Gaplashdim, kelyapti. Salom. Sizni qo'rqitadigan bir narsa bor. Shuni bilib berishing kerak. Xavflimi, xavfsizmi? Yoz edingizmi? Qayerdan bilding? Ana ko'rdingmi? Zo'r bo'ldim. Bittada biladi dedim-ku. Hidi kelyapti-da. Mana buni aniqlab ber. Men hozir fol ko'rmayapman-da. Uyimdagilar urishyapti. Oxiri oqibati yomon bo'lar ekan. Brat, shuni ko'rib bering. Sen indamay o'tir. Shuni ko'rib ber. Necha yillik qadrlonmiz. O'zim katta qilgan bo'lsam seni ko'tarib. Aka, bu yomon narsa. Bu jamiyatni buzadi. Meni bunaqa narsaga aralashtirmang. Qatti tirmizakcha shu fol bundib shuni olib keldingizmi? Yo'q, bu necha yildan beri fol ko'radi. Umuman xato qilmagan shu paytgacha. Qayerdan topamiz uni? Topish kerak.
Tekmelik shuni, tegmelik. Ko'chib ko'raylikchi. Oddiy nasib. Buni kiysak. Rostdan hayvonga e'lon qilsak. Yomon qo'rqyapman lekin. Qo'shini kiymaylik. Kerak emas. Men ham qo'rqdim to'g'risi. Akalar, ana ular sizlarni izlab yuribdi. Kim? Sizlarni anchadan beri kuzatib yuribman. Ana uchta odamlar hali ham sizlarni izlab yuribdi. Menga qara. Hozir borasan, ularni bizdan oldimizga olib kelasan. Xo'pmi? Bir narsa o'ylab qo'ydim. Zo'r bo'ladi. Xo'p bo'ladi aka, hozir olib kelaman. Anani kiyishga majburmiz. Iloji yo'q. Nima bo'lsa bu? Men ularni topdim. Sen kimsan? Ey, men sizlar tomonman. Qayerda ular? Yuring olib boraman. Oddiy bir maska. Lekin nimadir sir bor-da shunda. Shoget. Shoget, qanasan? Qo'rqitma odamni. Odam qo'rqitib yubording. Zo'r. Nima bo'lganini bildingmi hozir? Men sizga gapirdim, siz meni eshitmadingiz. Men sen umuman ko'rmadim. Men bittasini siz kiyingchi. Qani buni? Hozir shu yerda edi-ku. Sen bizni aldadingmi? Qo'yib yuboring. Hozir ko'rdingiz-ku, shu yerda edi-ku bular. Ko'rdingizmi? Naskini qudrati bular sen ko'rmayapti, eshitmayapti ham. Qarang, men o'rtadagi baqirayapti-ku, bu bizniki. Panda bizniki. Bo'ldi, ketdik. Qayoqqa ketdi bular? Sen urdingmi meni? Orqangda turibman-ku, men nima qilaman urib? Kim urdi meni? Meni kim urdi? Ya şimdi mazza kılıyorsun böyle. Böyle yiyecek mi neyin? Mazza Cihan o'zimizdan ki. Mazza qildim lekin. Akalar, qayerdan paydo bo'lib qoldinglar? Uka, bizning shunday qobiliyatimiz bor. Bering. Dara soz siz shuni Senki? ana endi kallamga zo'r fikr keldi. Bitta jo'ram, necha yildan beri asabim buz yurtdi, o'shandan alamni olamiz hozir bor. Men naskini kiyib olay, ish bu. Nima qilmoqchisan? Sovqotdim biroz o'shanga kiyib olay. Qayerga ketdi endi bu, ha? Beg'ani, qani kurtka? Mang. Voy, qani kurtka? Tavba. Hozir qo'limda turadi-ku. Voy, tavba qilsam, qayerga ketdi? Dadasi, charchaman shekilli. Hozir uyga kirib olib chiqaman. Kurtka hali böyle oğlum. Kurtkacha bu. Baribir men ko'rmaydi ki. Eshitmaydi ham, ko'rmaydi ham. Nima yaptı? Bu? Yosh bolalar narsasi ekan. Katta qimirladimmi? Qayerga ketdi endi bu, ha? Qayerga yo'qoldi muncha? Bitta kurtkachalik bo'ldim. Qo'rinchani tuyg'ozdik. Ama aka pulini qarang, pulni olish kerak. Bata keling. Birovni narsasi tegmagin. Buni bizga Xudo berdi. Mazza qilsin, bo'y yashasin deb berdi. Mazza qilishga, tamam, ketdik. Ketdik. Yolumda hech kim yo'q. Pul qayerga ketdi ekan? Bu yerda yo'q.
Pulni qara. Shu noto'g'ri ish qilyapsan-da. Birovni kurtkasi, birovni ovqatini yeyapsan, yana birovni puli. Ey, odam bo'lib qoldingizmi? Ye. Pulni qarang, yaxshi yashash kerak, tamom. Mana buni qarang. Ye. Qancha kechga qoldingiz? Spesialni kech qoldim. Senga iPhone terisini olib keldim. Nima qilaman buni? iPhone olsang taqib olasan. Oto'g'ar buni topib oldim. Aqlli o'qimang. Yuring. Mana qarang. Yosh maktab qizimni ahmoq qilib o'tiribdi. Sevma o'ylamadim. Bilan tarbiyalash kerak. Biz yaxshi ish ham qilamiz biz. Mana bu ishing yaxshi. Yashab nima qilamiz? Qarang, hozir boplaymiz. Bular bizani eshitmaydi ham, ko'rmaydi ham, to'g'rimi? Buni qo'lini qayramizda qizni ko'ziga yomon ko'rsatib qo'yamiz. Samolyotcha bo'ladi. Ikkita, uchta bitta qo'ldan. Astag'firullah. Jinni bo'lib qo'yganmisiz? Astag'firullah. Astag'firullah. Nima bo'ldi menga? Bopladik, ketdik. Mana ko'rdingizmi? Bu bola endi qizlarni ahmoq qilmaydigan bo'ldi. Bo'ldi, ketdik, damni olaylik, kech bo'ldi.